Assalomu alaykum aziz kitobxonlar. Bugun biz sizlarga Iqbol Mirzoning Aytgil do'stim nima qildik vatan uchun deya nomlangan kitobini tanishtirib o'tmoqchiman. Ushbu to'plamga O'zbekiston xalq shoiri Iqbol Mirzoning vatan, muhabbat, odamiylik mavzusidagi she'rlari jamlandi. Ularni o'qir ekansiz, ko'nglingizga qadrdon tuyg'ular ifor otishiga, ko'z oldingizda beqiyos O'zbekistonning jannatiy manzaralari namoyon bo'lishiga ishonamiz. Sevimli shoir bilan navbatdagi uchrashuv muborak bo'lsin aziz kitobxon. Aytgil do'stim, boshing egib ta'zim ayla, shukrona ayt. Seni guldek erkalagan chaman uchun osmonlarda yurgan bo'lsang tuproqqa qayt. Aytgil do'stim nima qildik vatan uchun. Ko'zi qora yuragi oq shu el uchun, tuproq uchun, shu yurt uchun, chaman uchun, ulug' inson boshlab bergan shu yo'l uchun. Aytgil do'stim nima qildik vatan uchun. Ohangaron shahar axborot kutubxona markazimiz sizlarga shu kitobni o'qishingizni tavsiya